Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Andijon qora cho'jalari. Hop, bugun 5 kunlik bo'ldi. Xohlasa yana 2 kundan keyin vaksinalarni boshlaymiz. Buralar sota qilishlarni boshlaymiz. Cho'jalarimiz sotiladi. Cho'jalar sog'lom 15 kunlik yetib borganda sotiladi. Kimgadir bitta joyga 500 ta 1000 ta kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol voqea chiqarasizlar kerak. Cho'jalar sog'lom. Dastakchalarni kelishgan holda chiqarib beramiz akalar. Onamiz hozir gradusi 32 gradusda beryapti. Cho'jalarni bemalol yuribdi akalar. Hop, kimgadir cho'ja boqish niyati bo'lsa, sir-sinoatlarini bilmayotgan bo'lsa, bemalol voqea chiqarasizlar. Nomerlarimni qoldiraman, o'rgataman. Bir kunlik jo'jalari ham bor bizda akalar, bemalol voqea chiqarasizlar. Manzilimiz Andijonda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska bosib qo'yinglar.